Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi diskamizdan holatdan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu tomonlari ichki kartonga qiyshayib ketgan. Avariya holat bo'lgan bu yoqda. Diska ham o'zi metall qalin, juda ham baquvvat diska. Gruz bilan yuradigan mashinaniki. Bardurga urilgan paytda mana shunaqa butonlar ham qiyshayib, butonlar ham vasmerga bo'lgan. Masalan, shu diskamizni chiroyli qilib beramiz egasiga. Mana bu tomonlar ham qiyshayib ketgan. Ko'pchilikda qaytargan ekan bu ishni metalli juda ham qattiq deb. Masalan, shuni zo'r qilib berishimiz kerak. Haqiqatan lekin metalli qattiq, og'irligi ham taxminan 9 kilo, 10 kilo bo'lgan shu holatda. Juda ham baquvvat diska bu. Diskamizning mana bu tomonlari o'zimiz tayyor bo'ldi. Lekin vasmerkasi hali bor. Haqiqatan ham juda ham baquvvat diska ekan. Sababi ikkita damkratdan ham kuchi yetmadi. Bunisi 3,5 tonna kuchi yetmadi, bunisi 5 tonna, bunisini ham kuchi yetmadi. Ya'ni endi majbur bo'lamiz buni o'zini isitishga. Bo'lmasa umuman ilojimiz yo'q. Damkrat shunchaki kuchi yetmayapti buni itarishga. Juda ham baquvvat diska ekan. Bu diska nimaga uncha baquvvat desangiz, bu aslida Toyota Hiace'ni заводской diskasi. Faqat mana uni o'rtasini kovlab olib, mana eski teshiklari, o'rtasini kovlab olib, mana bu listni rezvaga bunga qo'tirib, svakalab qo'yib, boshqa mashinaga moslashgan. Mana bu o'rta qismini o'zlari qilishgan. Mana bu o'zining qismi. Lekin shuncha baquvvat bo'lsa ham, qo'ldan kelgancha zo'r qilib qo'ydik. Ishimizga bitta o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar. Vasmerkasi ham zo'r bo'ldi. Lablarni ham chiroyli qilib qo'ydim.